O'zbekda kallasi, Xitoyda miyasi deb aytishadi akalar. Vodiy ikkinchi Xitoyda bekorga aytmaymiz. Mana shu ko'rib turgan oyoq kiyim garderoblaring ko'rib turganlaringni hammalar yaxshi bilasiz. Ichi aylanib turadi. Ishlab chiqaruvchini o'zidan sexdan video qilyapmiz akalar. O'shaning uchun bittadan like bosinglar. Qaranglar, bu 4 xil rasvetkada chiqadi. O'zi hozir 2 xil nalichida bor ekan. Bolalarni ishlab chiqarish jarayoni bo'lyapti. Ko'rib turganlaringda hamma eshik vakuumli mexanizm, turetskiy ruchka bo'ladi. Keyin mana shu ko'rib turgan kromkalaringni o'zi ham maxsus plastmassali bo'ladi. Ya'ni xudo xolisa ancha-muncha umuman chiqib ketmaydi yondan bo'ladi. 25 ta o'psha oyoq kiyim sig'adi. Ko'rib turganlaringda agar yopishtirib qo'yaman desalaring 50 tagacha ham sig'averadi. Chunki bu bitta qo'yiladigan joyi katta bo'ladi. Ko'rib turganlaringda bularda narx-navosi 1.550.000 so'm, vodiy bo'ylab Toshkentgacha shahar markazlariga dastavkasi akalar o'sha pulni ichida bo'ladi. Hech pul so'ralmaydi. Pastda nomer qoldiramiz. Kimga shunaqa oyoq kiyim garderoblari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bizning kanal nomidan, xudo xolisa chiroyli qilib yetkazib berishadi.